yerga texnikalarni bosib qo'ygan boy akaxonlarim. Bilaman, shaharda skromniy sifatda yurasizlar. Lekin bugungi yomg'ir havoda uyda yotishingizga yarashmayapti. Boy aka, hali ham uyda yotibsizmi? Aynan siz uchun 150 xildan oshiq balonlarni olib kelib qo'ydik. Xohlagan texnikangizga, xohlagan baloningizga taksisi nima deyapti? Yonimizda vulkanizatsiya bor. Xohlasangiz alishtirsiz, bonusiga men o'zim baloningizni qoraytirib beraman, nima deyapti? Xohlasangiz dastlabki xizmatimiz ham bor, butun O'zbekiston bo'ylab. Menga o'xshab skromniy soqollarni qo'yib yurgan boy akam. Bizning do'kon, Turkina do'koni. Sizga aniqroq ma'lumot beradigan bo'lsam, chap tomonimda Zangeta, o'zimizda jaydari tilda aytganda qamoqxona. Ro'paramizda metal zavod. Bu ham reklama bo'lib ketyapti, ato mayli. Bu tomonga ketadigan bo'lsangiz, tog' yo'liga dam olgani ketasiz. Lekin siz toqqa dam olgani emas, sizning do'koningizga balon xarid qilib, toqqani qilgani keling, boy akam. Sizga aytaman, hali ham bonusimiz juda ham ko'p, boy aka. Aytolmasizga o'zim shaxsan o'zim baloningizni qoraytirib beraman. Nima deyapti, boy akam? Xohlasangiz olib keting, xohlasangiz sho'tta qiling. Bonusiga o'sha gap, o'zim qoraytirib beraman. Keling, xarid qiling, bo'ldi.